Uyg'urlarning ma'naviy onasi 78 yoshli Robiya Qodir xonim Oqsaroy oldida ochliq e'lon qilgan jasur lager shohidlarini yo'qladi. Amerikadagi bir qism lager shohidlari va faoliyatchilar Oqsaroy oldida 19-sentabr kuni ochliq e'lon qilish harakati boshlagan edi. Zumrat Davud, Tursunay Ziyovuddin, Gulzira Avulqon qizi qatorliq lager shohidlarining bu harakati Amerika Uyg'ur birlashmasining qo'llashiga erishgan bo'lib, Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir xonim ochliq e'lon qilish maqsadi haqida to'xtalib, maqsadimiz Xitoyning Sharq Turkistonda davom qilayotgan qattiq qamali sababli yuz bergan Uyg'urlarning ochliq krizisiga dunyoning diqqatini tortish. Navbatda Janvada davom qilayotgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashida Uyg'ur masalasining rasmiy o'tirg'i qo'yilishi uchun Amerika hukumatini bir qarornoma tayyorlashga chaqirish edi. Ochliq e'lon qilgan lager shohidlarini yo'qlagan Robiya Qodir xonim ularning harakatini qo'llash bilan birga butun dunyodagi Uyg'urlarni Xitoy zulmiga qarshi birlashishga chaqirdi. Egilinishcha, Yevropa savdo va diplomatiya sohasi Xitoyni amdi ko'ngildagidek nishon emas deb qarashga boshlagan. Xitoydagi ig'ir qamalning iqtisod sohasiga bevosita besim paydo qilishidan boshqa, Xitoyning chet ellarga qaratgan bezi kontrolligi, Xitoyning xalqaro siyosiy sahnadagi obrazining xunuklishi deganlarmi buningdagi muhim sabablardan ekan. Yevropadagi eng chong savdo guruhi bo'lgan Yevropa savdo chambiriki 21-sentabr ogohlantirish chiqarib, Xitoyga bo'lgan ishonchning yo'qolganligini, shuningdek Xitoyning ko'ngildagidek mablag' selish nishoni emasligini ta'kidlagan. Egilinishcha, Amerika va Kanada dengiz armiyasiga tava ishga urush paraxodi Tayvan bo'g'zidan o'tgan. Xitoy bu paraxodlarning o'zi bekitgan dengiz tavaligidan o'tishga norozilik bildirib, uni ig'vogarchilik deb atadi. Amerikaning Tinch okeandagi 7-pilotining bayonotida Amerika armiyasiga tava boshqariladigan bomba to'shiydigan bir paraxod bilan Kanada Xon jamiyati dengiz armiyasining bir paraxodining Tayvan bo'g'zidan o'tganligi va buning qarorlik bir harakat ekanligi ta'kidlandi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 20-noyabr muddatdan burun prezident saylimi o'tkazish farmoniga imzo qo'ydi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jake Sullivan Turkiyaning Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urush asirlarini almashtirishda murassa qilganligiga rahmat etdi. Erdo'g'an Rossiya prezidenti Putin va Ukraina prezidenti Zelenskiy bilan elib borgan diplomatik suhbat natijasida 200 asirning Rossiya bilan Ukraina o'rtasida almashtirilganligi e'lon qilingan edi.